Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı menin Jamil Production YouTube kanalının görermanları. Adattagıday ele biz unikalдуу adamlar аттуу берүүбүздөн сиздерге менен таанышtırmakчы болгон биринчиси Ноокат районунун имам хатиби, экинчиси Кызылтет айылынын имамы, эки чоң улуу имамдар менен Кешебаев, Чолпонбай жана Исаков, Манаскары деген улуу адамдар менен тааныштырмакчымын. Бүгүнкү берүүбүздөгү отурган сөздөр 1945 жылдан 1949 жылга чейинки аралыктагы Кытайдагы мусулмандардын орус коммунисттеринен жана Кытай коммунисттеринен көргөн запкырыгы жөнүндө жана андан сырткары ага чейинки Молда Исак Дамылланын кулакка тартылып кетүүсүндөгү окуялар жөнүндө жакшы сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе сөз башынан болсун. Бүтүндөй Шаркый Түркистан, Чыгыш Түркистандагы мусулмандардын ахвалы жөнүндө биздин азыркы жаштарга жакшы маалыматтарды берип өтсөңүз деген программалар менен сиздин алдыңызга келип калдык эле. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ve nusalli ala rasulil kerim. Amma ba'd. Allah Teala'ga çeksiz maqtu alkışlar olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat selamlar olsun. Birinciden şunçalık bir dinin tarihi, ötken ata-babalarımızın tarihi, musulmanlardan ötmüşdögü, ötközgön kündörü, және кейінgilikte qanday okuya olgan mana shular жөнүндө gam tartıp, niyetip, kelgen ekensingер. Allah sizlerden razı olsun. Allah iyilik versin. Kılıçdaşыңерге. Bu sözü başlaştan aldım ben jogoruraqtan tushunmoqchiman. Jogoruraq mana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinchi Allah Teala'dan eng akırgı peygamber. Hatemel Enbiya'i vel Mursalin bolup mana Allah Teala'nın risalatını alıp keldi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl içinde mana Allah Teala'nın kelamı Kur'an-ı Kerim'de tolluk ümmetke jetkizip eng akırgı ayet isteydi billah el-yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekum el-islame dina. Bugünkü kunde sizlerden dinine mükemmel, toluk oldu. Din kamçıldıksız oldu. Jaşödögü uçuratkan arkanday göy çeçimi din menen, Kur'an menen, şeriat menen çeşile turgan boldu. Tolluk özün dinine mükemmel toluk kıldın deyip Allah Teala. Ve etmemtu aleykum ni'meti jana öz ni'metlerini sizlerge toluk kılıp verdim. Ve raditu lekum el-islame dina. Endi şeriat İslamiyyanı, İslam dinini din kolu alınlar için sizlerden razı boldum dedi Allah Teala. Demek mana o en akırgı Kur'an'daki en akırgı ayet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu ayetten 81 günden keyin alamdan ötkön. Alamdan ötkenden keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de öttü. Sahabalar ortasında şunçalık bir öte çoğ joğotudan köpçülük özünü joğotup kıla turgan işte qaysi iş kılışlığını bilbey şunçalık bir talbasıga tushib turgan mezgilide Ansar sahabalar to'xtalib endi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge peygamber bolup dinni jetkirish bilen bir qator bizge jetekchi bo'lgan. Biz özümüzge jetekchi saylab olishimiz kerak deb shunda o'zlarincha to'xtalib maslahat qilib kengashib o'tirishgan mezgilida Abdullah ibn Mas'ud raziyallohu anhu Umar raziyallohu anhu bu so'zni qavar jetkizadi. Ya Umar bir ishni oldini olmasan bizning ahvolimiz o'ta og'ir ahvolga jetib qoladi. Peygamberimizden olamdan o'tgan musibatdan ko'ra og'irroq musibat kutib o'tadi. Bu ummatning bo'linib ketishi. Muhammed Aleyhisselam'a bir kelime la ilahe illallah Muhammedur Resulullah negizde birikken ummat daha bölünüp tıkıranıp ketişligi biz için Peygamberimizden alamdan ötkenden ko'ra og'irroq jo'g'otuv. Degende Hazreti Umar, Hazreti Abu Bakr endi Peygamberimizni juğdurup, kapandab şol hareketde bo'layotgan. Hazreti Abu Bakr'ni chaqirtadi. Birgelikten muhacir sahabalar to'plashib, bayağı ansarlar to'pda jinal o'tirgan yerga borishadi. Borgandan keyin u yerdan endi u yerda ko'p so'zlar bo'lgan. Biroq bu yerda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Quraysh ekanligi, Makkadan birinchi İslamiyet birinchi Makkaga tushganligi, Peygamberimizni erchib, Peygamberimiz mana shunda qurbonchilik qilib, dindan g'amini chegib, shu risolati butun olamga jayoz deb kelgan muhojirlar ekanligi, mana narsani tushunib yetkazilgandan keyin ansarlar o'z ixtiyori bilan turib, demak, bu jetekchilik ya muhojirlar sizlarga taalluq. Biz ansarlarmiz, dinga yordam beruvchilarmiz. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam bilan sizlar kelganingizga mana dinga yordam berdik. Biz ömrimiz oxirigacha dinga yordam berib o'tamiz. Mayli, bu jetekchilik sizlarga taalluq deb tan olishdi. Oşonda qana kimi ertandaysınlar deb o'tganda Hazreti Abu Bakr raziyallohu anhu, Hazreti Umar kelib Hazreti Abu Bakr
Bir kolida Hazreti Umar, bir kolida Ubaydat ibn Jarrah bo'lgan. İki sahabanın mana ökönün birini tanda qiladi. Hazreti Abu Bakr. Oşonda Hazreti Umar, yo'q Abu Bakr. Payg'ambarimiz namozga o'tirmay qolgan mezgilida seni namozga o'tkazib buyurdi. Sen payg'ambarimizning g'ordagi, unkurdagi sherigisin. Eng alg'aч birinchi islomni qabul qilgan musulmon sensin. Bu sen tanıdıksın. Deb turib birinchi qo'lingni berdi, birinchi bay'at Hazreti Abu Bakr qildi. Ondan keyin sahobalar barliq ansar muhojirlar kelib Hazreti Abu Bakrni xalifa qilib saylashdi. Bu kishi mana ömrida o'tgangacha yangilikka Alloh taolaning hukmini yetkazib turib ömrida oxirida qattiq o'g'riga chaldiqqanligi sababli men bay'atni qaytardim, men endi xalifalikdan bo'shadim, o'zingizga kerakli xalifani saylab olasizlar deb turib ana endi bu yerda so'z ko'p. Hazreti Umarga ishora beradi. Hazreti Umardan keyin Hazreti Abu Bakr o'tib ketgandan keyin o kishini xalifa qilishdi. Ondan keyin Hazreti Umardan keyin o kishini shahid bo'lgan Hazreti Osman, ondan keyin Hazreti Ali, mana ondan keyin ulanib qachongacha ulandi bul. Bul payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tashlab ketgan bul risolat, bul din, shariat qachongacha shunday islom yetakchiligi, sistema, Qur'oni, sunnat negizida ulanib kelgan desa, kecha 1918-yilgacha. Aqirgi Osman xalifasigacha ulandi. Ummat hozirgi zamondagiday men prezident bo'laman deb yugurib, men yetakchi bo'laman deb yugurmaydi. Ummat tatuqtu insonni o'zlari bay'at yo'li bilan tanlab olishadi. Sen bizga mo'minlardan amir yetakchilik qilasan, biz deb Allohning shariat, Qur'on, sunnatini boshqarasin, biz sana itoat qilamiz deb bay'at yo'li bilan saylanib kelgan. Dunyoni boshqarib turgan, dunyoga yetakchilikka talabkor bo'lgan o'sha Usmoniy xalifalik o'rnatishlik uchun koalitsiyada birikkan yirik kapitalistik o'lkalar bo'lgan, imperialist o'lkalar. Bu Rossiya, Fransiya, Angliya bo'lgan. Bular birikib turib, eng oxiri ko'p ish harakatlar sababli, ish harakatlar oxiri natijasida bu xilofatni qulatdi. Usmon xilofati qulatildi. Qulatilgandan keyin 18-yilda bu ish harakati endi ko'p yillar ulan 18-yili territoriya bo'lindi. Islom territoriyasi. Indus bölünüp ketdi. Balkan Jarım aralı, Batı Avrupa bölünüp ketdi. Yugoslav, Ruminiya, İspaniya, Andalus atları bilen. Bu yağı Afrika territoriyaları, Indiya, o yağı özlerince Müslümanlar tırkıran bölünüp durup, bütün Arap ülkelerdeki parçalanıp nekenden keyin bir gana Türkiye, Borbor İstanbul gana halifalıktan territoriyası olup kaldı. Bu koalisiya, öte qattiq hareket neticesinde İstanbul'da okupasiya qilib turib, eng oxirgi shu xalifalikdan bir ciddi bir ishorasi bo'lib qolgan Abdülmecid xalifani ana kim bir yerdan quvut qilib chiqarishadi. Bo'ldi, shu kundan tortib Kemal Atatürk degan odam ana shu demokratiya degan sistemani ko'tarib chiqib, o'sha Turkiyada birinchi ulutchul, Türk ulutu degan islom emas bu yerda. O'shanda Yevropa mayli mumkinchilik bergan ekan, islom oti qolaversin. Türk İslam Respublikası deb qoltiraver deganda islom otini yo'q qilaman deb turishgan ekan. Yer yüz islom otini olib tashladi. Ana dunyo yuzida dedi bo'ldi, biz endi o'zimizni boshqarishimiz kerak, kerakli mizonni o'zimizga o'zimiz chiqarib olishimiz kerak deb turib, birinchi ozonda arab tilida emas, turk tilida aytasin degan Kemal Atatürk bo'lgan. Qur'on tili, Qur'on alifbesi bo'lgan arab alifbesini jashodan ajratib, latin alifbesiga o'tkarish uchun birinchi ideya shu Kemal Atatürk tomonidan bo'lgan. Ayollarda bütün hicaptı çeştirip bu eskilik. Biz yani canı, ösü, ölügür yolda жүрüşümüz gerek deyip durup, cılanışlar çıkarışlığa birinci negiz salgan Kemal Atatürk oladı. Mana Türkiye'de şu okuyorlar, bolup ketdi. Al İslam borbor olup turgan Türkiye'de şu ahval bo'lgan ekan, boshqa jaqlarda endi eleslatib olaveraylik. Ana. Endi oşol birinchi dunyolik so'g'ish, oşol birinchi 18-yilda ana shunday dunyo yuzini bütün batış basıp, Müslümanlarını basıp otkan mezgil, bir yerde Rossiya degan çoğun imperiya, bir yağı Orta Aziya, Kafkas, bir yağı Suriyaga çeyin, bir yağı Afganistan'ın qaysi bir kısım bölüklerine çeyin, Tündük Alyans tarafı. Şu yerge çeyin Rossiya kirib vardı. Rossiya Ak padişahlık edi olmalı. Ak padişahlık zamanında kirib vardı. Nargı Puştunlar tarafı Afganistan'dan. Bir yağı Indiya, Arap ülkelerinin bir qanchasıga Angliya kirib geldi. O şöyle mezgilde Xitay degan imperiya bo'lgan o'zga jarasha. Bu Xitay imperiyasi mana Vietnam, Kampuchya, Laos degan joylarga bostirib oldi. Fransiya bu yoqqa Aljergacha kirib bordi. Italiya Liviyaga bostirib kirdi. Bütün yerlarni koloniya qildi. Bütün islom otini yo'q qildi. Yerlarda o'ziga jarasha liderlar chiqqan, islom saqlab qolaylik degan.
Biroq öte küçsüz bolgan musulmanda tırkırandı boldu. Musulmandardı karmap turgan üy bile jogolgan ekin boldu. Tırkırandı olup parçalanıp bar jerlerde jokka çıkarıldı. Oşol ele uçurda endi jer yüzünü başkarıp atkan iki sistema var edi. Biri sosyalizm, ikincisi kapitalizm. Eng dünyada titrep turgan bir çoğ sistem İslam jok boldu. Adamlardın tili de, özünün jeke turmuşu da, kebir qada saltarga tiyешел ökümдөр boldu. Kalan jaşao turmuşa kerekli bolgan mıyzamdарды, İslam mıyzamdарын jok kılıştı. Jok kılıp Kur'an endi kebir qada saltarga, namaz, ibadat meselelerine gana tiyешелүү жерlerге окутула турган болуp koydu. Jaşaoda sistema katары колдонушулуктан Kur'an'da jok kılıştı, İslam'da jok kılıştı. Endi ekili sistema başkarıp kaldı. Dünyanın iki lager başkarıp kaldı. Biri kapitalizm, biri sosyalizm. Kapitalizm bütün Avrupa, Amerika taraftarını başkarat. Yağı Rossiya ki revolüsiya kılıp net mana birinci dünyalıq soğuşu bolup öttü. Oktyabr revolüsiyası dep Lenin biyligi keldi. Sosyalizm bir ulaş jayıp mana sistema bolup turup başkarıp başlagandan keyin mana endi Orta Aziya murun endi ak padişahının zamanı. Berlerden büt endi soyuz ökümdörü jürüp başladı. Kommunistik partiya jetekte oldu. Endi ortada bir misal üçün Afganistan diyem körünüşden özünçe egemendүү respublika bolup turgan menen körünüşü. Biroq iki taraf, iki lager başkaratdı. Nargı Puштундар taraptı negizinen Angliya başkarıp tursa, bergi Tündük Allians taraptı Rossiya başkaratdı. Mana SSR başkaratdı. SSR dep söyledi. Rossiya degen at endi o SSR desek doğru olur. Oşol soňarda ortada Kıtay turат endi. Kıtaydan içki siyasatı da iki çoğ partiya, iki çoğ sistema talaş bolgan. Bir jaktan Amerika, bir jaktan Rossiya, SSR. SSR bilen Amerika Kıtaydan içide Kıtay arkalı soğuşa başladı. Oşonda Kıtayda Şanghai bayağı Emgekçiler Partiyası dep. Oşol Gomindan Partiyası. Endi onu jetekte turgan Amerika boldu. Onu karjılap, onu jetekte turgan dema kapitalistik ideya, sistema başkarıp oturdu. Mao Zedong Stalin tarafından, SSR tarafından karjılanıp, SSR karjılap turgan oşol Kıtayga Komünistik Partiyanın ornutamdı. Amerika bayağı Şanghai arkalı, Komendant Partiyası arkalı kapitalizmde ornutamdı hareket kıldı. Ortada endi bul mana bu ikinci dünyalıq soğuştan keyingi okuyalar. Soğuş başlap oturdu ortada. Endi eng nazik soğuş. Bir ortada endi tüzdön tüz. Bir yerde daha bir neseni esletip ötüş gerek. Dünyada jetekçilikte jetekçilikке talapkar bolgan çoğ imperiyalar tüzdön tüz soğuşpaydı. Bu sayasi ereje. Bular kimdir bir arkalı soğuşat. Qaysi bir memleket opozitsiyasini nima qilib oladi? Koloniya qilib bosib oladi. Birini qo'li bilan. Qo'li bilan koloniya qilib bosgandan keyin o'shalarning qo'li bilan o'shalar orqali so'g'ish yurgizadi. Ana Xitoydagi bo'lgan so'g'ish qaysi? Xitoyda Mao Zedongda Xitoy, Shanghayda Xitoy. O'koting o'tirdi, Xitoylar ikkiga bo'lingan, ikki partiyaga bo'linib o'tadi. Nar Shanghay taraf demokratiyani kuchaydi. Kapitalistik ideyani, o'lkani sistemani kuchaydi. Mao Zedong taraf kommunistik partiyani, kommunistik ideyani qo'llanadi. Sovetlar Soyuzining ta'sir ostida bular shuni ko'tarib o'tadi. Endi o'rtada Chiqish Turkiston xalqi bor. Chiqish Turkiston xalqi Qashqar, hozirgi Qashqar deb atalgan. Endi uni biz mana arab nimasi Sharqiy Turkiston Sharqiya deb. O'tganlarga Madina Munawvarada ham o'zim ko'rgan nimalar. Turkiston Sharqiya deb aytadi. Hozir arab o'lkalariga borib turib Qashqar, Jechin, Xitoy desa uni tan olmaydi. Nimaga desa Turkiston Sharqiya desa tan oladi. Turkiston xalqi ilgari endi o'sha nimaga chenglikka bizning O'rta Osiyo mamlakatlari mayda xonliqlarga bo'linib turganda Qashqar shu Sharqiy Turkiston Qo'qon xonligi boshlayib turgan. Qo'qon xonligini ko'zamolida turgan. Qo'qon xonligi kerakli qozi, bo'lish, biylarni Qo'qon xonligi saylab turgan o yoqqa. Valiylarda. Bu Qo'qon xonligi Andijon orqali boshqargan ekan. Andijonni boshqargan bizning Alimbek Cho'ng'atalarimiz, Alimbek Datqa Cho'ng'atamiz. O'shanda vali, Andijonda vali bo'lib tursa, bu Qashqarga shuni hukm qilib turganda. Qashqarga biylarni, qozilarni shu Alimbek Datqa saylab turgan. Qo'qon xonligining qaramog'ida u. Ana Sharqiy Turkiston. Endi shu Sharqiy Turkiston o'rtada endi buni foydalanish kerak. Kimisi foydalanadi? Amerika tarafından Şanghay foydalanib ketish kerak. Soyuzning ta'sir ostida Mao Zedong foydalanish kerak. Mana endi o'sha joydagi eng nazik o'qiyalar qayrilamiz. Nazik o'qiya elga so'zi o'tkir, elni boshqarib bilgan ilm egalari, olimlar bor.
Oşon alımlar elge ta'sir ötkön, eldi ügüttöp, eldi kötörberişlik kudreti jete turgan, munda jetkende sözü ötkür alımlar bolgan, tanımal alımlar. Lider munda jetkende, liderler bolgan. Bunu mamleket küzötüp bilet ekende. Bunu ötte jakşı bilişken, tanıgan bolgan. Oşonda özü tagi aslı negizi Andijanlık bolgan. Alhantara Saguni degen katta alım bolgan. Bu Tokmokta turgan. Bu Andijanda özü tuğulu ösken jeri Tokmok. Atası Andijanlık bolgan. Atası gelip bir yerde soğuda satık işleri menen barıp kalgan. Balası alım bolup ilimden jetkendikten Tokmokta Tündük Kırgızlar kanıp kalgan eken onu. Bizge alım bol, ustaz bol, bizge jetekçilik kıldı. Bizge gereksin değil mi? Gereksin bizge de Tündük Kırgızları Tokmok küy öröğünü oşo nemeni Alhantara Saguni'ni karmaşıp kalgan. Onun din jagıdan jetekçi kılışkan Kırgızlar. Ol kerekli fiqhi kitap öte bizim Hanafi maslahadagi fiqh ilimleriga ötte çever alım bolgan. Faqih bolgan. Ana şu kişi fatvalar çıkarıp başkarıp, din jagdan başkarıp turganlığını Sayız öte jakşı bilgen. Jakşı bilip turup, Alhantara Saguni'ge öte çoğ şart koyuldu, условия koyuldu. Oşol manda. Oşol mezgilde. Sayız usta Stalin birlik eken, Lenin ölgön, arkasından Stalin birlikte turup otadı. 49 yılları bolutkan okuya. Endi oşol ikinci Dünya Soğuştan keyingi okuyorlar da. Endi aytat, Alhantara Saguni'ge je joqlup ketesin, je xizmat kılasın. Degenden keyin endi qaysi bir xizmat qilish kerak da, qaysi bir xizmat mo'yliga juktash kerak. Eng negizgi maqsad qayer desa, negizgi maqsad Xitoyda baya kommunistik ideyani ko'tarib chiqish. Mao Zedong jeng chiqish kerak. Mao Zedong bilikka o'tirish kerak da, Xitoy kommunistik partiya jetiktab qolish kerak. Mana bu rolda nima qilish kerak desa, bar kuchni Shanghayga qarshi so'g'ishuga o'gitirish kerak. Bu yerda o'ta cho'ng kuch musulmonlar turadi. Sharqiy Turkiston, Uyg'ur, Kırgız, Özbek, Kazak, mana musulmonlar turadi. Eng negizgilar. Dungalar uncham qo'shilgan emas. Dungan ko'mil qo'shib aralashgan emas bu fitnaga. Alhantara Saguni'ni xuddi mana shu yerga jetekchilikka jo'natgan Sayuz. Условия bilan. Agar shu xizmatni qilib bersang, janing, bola chaqang amonda qoladi. Janing aman, mulking, bola chaqang amonda qoladi. Agar qolmasang jo'q bo'lib ketasan. Degan qattiq условия bilan borib shularni endi Sharqiy Turkiston musulmonlarini Shanghaydan Shanghayga qarshi so'g'ishga undaysin degan. Alhantara Saguni ana shu yerda shu liderga ma'qul majbur ma'qul bo'ladi. O'shaning tar ko'p bo'lgan. Bizde öte hem ki olimlarni mana shu условия bilan ko'pini unavagani jo'q qilib bergan. Ota repressiya jo'q qilib bergan. Unab xizmat qilganlar qolgan. Endi daha kira qayrilamiz, o'shalardan biri meni cho'ngta Mollosaq. Ismonboy o'g'li Mollosaq meni cho'ngtamdagi xuddi shunday ushul fitnaga qavulgan o kishida. Qurmandigi bo'lgan. Ushul balaga botgan o kishida. Repressiya qurmandiga aylanib chalingan. Onun da taaz qayrilib o'tamiz. Alhantara Saguni o yerda ish yurgizib. İş yurgizib, biz qachongacha muntib, mana Qo'qon xonligi qulatıldı. Xilofat o yerda Turk xilofati qulatıldı. Biz endi dinimizni saqlab qolishimiz kerak. Agar biz bunday qaydigar qarab o'qtab tursak, Xitoy ertaga bizni bosib oladi. Xitoy ertaga biyligi biz onun uchun bosh ko'tarib, o'zimizga bek bo'lishimiz kerak deb, ana bosh ko'tarib el yugutday boshlaydi. Shunda o jalan islom bilan sug'orilgan xalq, musulmon xalq, islom xalq qo'llab chiqadi. Alhantara Saguni. Oşonda Sayuz bir yerde mana Sayuz territoriya O'rta Aziya bütün Sayuzga qarab qolgan mezgil. Shunda Turkistanskiy voyinniy okrug degan bo'lgan Ferg'anada. O'sha Turkistanskiy voyinniy okrugdagi armiya eng negizidan o'zbek, tajik uludidan tuzilgan katta armiya bo'lgan. Sovetlar armiyasi bo'lgan, SSRning armiyasi bo'lgan. Bularga soqol qo'ydirib, sallani kiydirib, olachapanni kiydirib, mujohid formasida ana bulardan Xitoyga kirgizadi, ana boya Sharqiy Turkistonga. Alhantara Saguniga mujohid formasida borib qo'shilishadi. Bu yerdan eng negizi qurol-jaraq Germaniyaning quroli bo'lgan. Soyuzdan. Sayuz nimaga deganda Germaniyani bosib olgan, Germaniyani jenggan, ikkinchi dunyo so'g'ishda. Bu yerdan qurol-jaraq olja olib turib qancha nemisning avtomatlari, nemisning minomyotlari, pulemyotlari bu Germanskiy bo'lgandagi Sayuz o'zini otini bulg'ashni xohlay turib, kirgizgan armiyasi, Sayuz armiyasi dedirmay mujohid formasida kirgizgan. Anangi qurol-jaraq bu Germaniyani qilgan. Qarjilab bu yerda oziq-ovqat, qurol-jaraq, bu yoq o'q, darmon qarjilab Sayuz tinimsiz qarjilab turgan. Endi baylanish qanday bo'lgan? Baylanish, o'rtada endi baylanish. Hozirgida soti telefon yo'q, internet yo'q. Svязь endi ratsiya bilan neganda bir o'ta qiyin masala bo'lgan. Bu yerda qat yetkazib, qato chormanlar, bu yerda dervishlar bo'lgan. Dervish formasidagi eng ko'p odamlar bo'lgan.
Razvedchikler dervish formasida bo'ladi ekan. O malda razvedchikler. Sakalda östürgen, çaçını östürgen, azırgı derviş elesletken kinolarda var. Cırtık tonlardı kiyip, vurcunda asınıp, koldan şıldırak tut, ayak kırmalı, hu, Allahu, hak deyip kıyıp, жүргенде adamlar o malda İslami kalk, ayniqsa bizning Orta Aziya sufizm tarikatı, öte çoğun kulaş jaygan. Sufilik öte hem kulaş jayıp turganda, o dervişlerdi bu Allah Taala'nın ıyık adamlar, dünyani tark kılgan avliyalar degen hurmat menen el olar dersip kete bergen, hurmatkan sıylagan tiyişken emas. Oşol Soyuzdun razvedkası, razvedchikleri, o yerda Xitayda iş жүрgüzüp otkan, Şarkı Türkistan жүрgüzüp otkan Alhan Tura Saguni, o yerdeki mücahitler formasını kiygen Soyuzdun armiyasıga derviş formasında informatsiyalar barıp deyat, o alış beriş mana da жүрüp durgan. Saudiger, Sauda eseyüde, Saudigerler tö tartıp, tögü büt kural jaraktı, produkta un kançadan belerdi karvan kılıp ona Saudiger biz Saudiger formasında oturup Saudigerler formasını kiyip kural jara produkta jetip durgan. SSR Komünistik Partiyası. Komünist SSR kılıp otat bu işte. SSR kılıp otat. Maksat bayağı Şanghay'ı kuğup çıkış gerek. Xitayga Komünistik Partiyanın ornatış gerek. Maksat mana bolup. Ortada kural bolup atkan, hiç nerseni düşünbegen, al bu siyasat düşünce etmegen, siyasi aң sezimi yok musulman halkı bolup. Dinden yeterlik malumatı var, din jagdan oygongon, etiqat iman jayida, kafirga karşı cihat Allahu Ekber degende Allahu Ekber dep kural bolup ketedi. Onu jeteklep turgan Alhan Tura Saguni bu. Dindi taratış, dindi jetkirүүde misal üçün materialdık iş hareketler, kurallı soğuş, muştaşış, kötörüş bu peygamber tarikatına karşı oluyor iş bildirdi. Değil mi ki? Misal üçün peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dindi taratışta, dindi jetkirişte hiç kural jaraktan faydalangan emas da. Bir yerde kural jarak arkılуу bolup atkan iş hareketler var, bileylik onun arkasında kaysı bir imperiya var da. Kaysı bir sistema turadi. Bugün günde emile şunda. Bugün günde kaysı bir jerde Mücahitler tarafından soğuş ketip, bir yerde terak boldu, bir yerde uyuşturup otak, manda oltat degili bilgili. C onun arkasında Rossiya turat, C Amerika turat, C Xitay turat, C Angliya turat. Kaysı bir çoğun imperiya arkalı faydalangan kuraldardı olar. Tayar kurallar. Misal üçün bizde misal üçün mücahitler kirip geldi, Tahrir Yoldaş'ın armiyası Özbekistan'a ötmekçi olup Zardali'ye kirip geldi dese, kimnin siyasat tutup çıktı akırı? Rossiya'nın siyasat tutup çıktı. Rossiya, Amerika'nın Orta Aziyaga kirip otkan xotunu tosuş üçün, Şanghai Beşligi degen blok düzüş üçün kılıngan iş hareketi oldu. Ana. O dağılı musulmanlar oyun berdik. Oyunçuk bolduk. Mana endi bayağı tarixqa qayrilib turgan bolsak, mana okuya mana şu yerde başlandı. Şanghay'dan şaştık etti bir yerde. Qaysı? Amerika, misal üçün Amerika'nın bitta nersesini bunday bir tushunib olish kerak, qiytirligini. Ol qarjilaydi, guylaydi, tikelaydi, alasın palvanım deydi. Kerek jerde mana arqangda men turam deydi dagı. Soğuş turgandan keyin Amerika kidalishlik. Kidat etip beradi. Liboyni. Qaradi küçü jetpey, уже mınday jengile başlagan paytda qarabay qo'ydi Amerika. Amerika şu peyli qadimdan ulanıp, ilgertden ulanıp kelayotgan bir jirken sistema bu. Amerika şunda qılıp keldi. Şanghay'da ham ne qildi? Kidat etib bergan. Qarabay qo'ygan. Onu bunu qarjilab, o yerga nimeni kapitalizmni o'rnatam deb turib, Amerika o'ta qattiq kuch berib, davay guylagan. Biroq bu so'g'ishda Soyuz üstön kelayotganligini Amerika yaxshi biladi ekan bu yerda. Qaradiki, bu yoqdan juda qattiq musulmonlar ham birikib ketdi Mao Zedongga. Tushunmagan ahvolda birikdi. Anan Şanghay majbur qachish harakat qildi. O'shanda bir tunda anan keyin 6 million askar bilan Tayvanga qochib o'tib ketdi. Anan bütün radyo televiziya oyapyaptan büt jariya olup boldu. Nima Şanghay qaçtı, birlikte Mao Zedong keldi. Komünistik partiya keldi degen kundan tartib, oşol kundan tartib bayağı mücahit formasını kiygan armiyadaga jo'g'ilib ketadi. Avtomatik jo'q bo'ladi. Qurol jaraq jo'q. Bardir chiqib ketadi. Ko'rsa Soyuz prikaz beradi. Bo'ldi, atboy qayt qila degan buyruq bo'lganda. Aytbo deganda bo'ldi, maqsadga jetdi. Jetdi degandan keyin bayağı çöl halkı, Şarkı Türkistan musulmon xalqini tashab turib ular qochib ketdi. Chiqib ketgandan keyin o yerda musulmonlar o'zi qoldi. Endi shu targ'iblar daha bir o'qiya bo'lgan. O'qiya o'sha Qirg'iz bilasizlar, Qipchoq urusidan bo'lgan. Moniyib Isaqbek degan. Monaji degan onun atasını, men atam ko'rgan ekan o kishini.
Bular hali şu Xitay soğuşuda bular kaçıp kiçalar kelip kalgany. Kiçalar turganda atam şu yerde bularga şu Xitay grajdanlarga sabak bergeni. Kırgız tili, matematika okutan mugallim bolup bargan. Oşonda monajini körgönmün dedi. Isakbek oşonda endi bedara Soyuz birinci kirip gelip, niyeti o bu oluktan köpten köp basmaçılık dep atalgan, misal üçün mana elibizden çıkkan, Kafirga Soyuzga kirgizbeymiz dep toskan armiya bolgan. Olar köpten köp kaçıp hicret kılıp nemege kaçıp ötken de Xitayga. Xitayga kaçıp ötüp, endi onunçu deyen bir sayasatı düşünmegen, ilimsiz, bilimsiz deyen köp bolgan. Bardygy ilimdi bolgan. Barıp turup monajının bastırışat bolar. Buradan endi azık ovqat, kural jarap talap kılıp oşol natijasında monajının katlı gazaptap tepkilerini etkenden keyin Isakbek o yerden kaçıp çıgat. Kaçıp gelip ondan keyin Soyuzga kelip jardam sorap kelet da. Bul Stalin menen birigip ketет bular. Stalin menen birigip niyeti olam Soyuzga kızmat kılıp general должностьга жетет. General званиясын алат. Alıp onun maksatı Isakbek Stalin условия koyup, mayli men dagı bu yerde salımımды koşum. Kerekli salımımды koşum dagı. Kaçan ki mınavu Şanghay'a kaçıp çıkkandan keyin, Komünistik Partiya elegenden keyin, men Şarkı Türkistan'da özünçe respublika mamleket kılıp eleyim degen. Bölüm degen. Xitaydan böyle olan degen. Özünçe. Mayli sen Soyuzun karamağıda olsun, bir özünçe respublika kılam degen. Isakbek'tin fikri olgan bu kişi. Stalin buğa hem makul bolat. Makul bolat dağı Isakbek'ten hem faydalangan da, Moniyev'den. Isakbek'ten hem faydalangan. Ol dağı hizmet kılan. Şanghay'dan kaçışı Mavzudin'in birlik gelişige bul dağı oyuncu oyunu bergen. Mavzudin birlik'e kelgenden keyin, Mavzudin birlik olup Komünist Partiya olgan eкен Stalin anan Isakbek'ti bar kutuktap kelgendi bar. Dep turup, ana samolyotka paraşutlardı savay turup, paraşutsuz samolyotga uçurat. Oşol barıp turup Gimalay Pamir toğlarının üstüge organda samolyot jardırlat. Liderlerdi mananda jok kılgan. İş bütkenden keyin. Alxan Töre Saguni, oyak bütken eken Alxan Töre Saguni bir qaytarıp olat. Buna Özbekistan Andijan'a kelip jaşap gün ömürü şu yakta жүрüp öttü. Biroq ömürü uy qamagından çıkıp öttü da. Nimege degende bular lider öte жақсы bilişet eken da. Bu tek koysa bu dağı liderlik kılıp eldi gütte versin mümkün degen korkunçta kafirler baş kötörüp eken. Baş kötörüp eken. Ömürü Alxan Töre Saguni ötkünge çengelikke endi tur ilim bergen, bilim berin etip жүрgen, biroq uy qamagından çıkpay ömürü tekşerүүдөн közömölдөн buyaq boy ötüp ketdi bu kişi. Ana. Şu günge çen azır Xitaylar, Kaşgarlık Uygurlarını söylesem bizde rahbarımız, bizim jetekçimiz, bizim kolbaşımız dep tan alışat o kişi. O kişi özünün negizi bu sayasi jaktan Soyuzdun hizmatını kılıp bergende, öz zulüm aslında repressiyasında şunday bolgan. Endi bayağı meni ısaq çoğutam. O kişi hem Baydın balası. Isman Bay dep özge jarasha özge tın bir elde kamsыздандырып, azık ovqatını başqarıp turgan bay bolgan. Bular hem kulak atardı. Soyuz kelip birinci üyünün üstüge çeyin buzup, tegirmen, juvaskana, atkana, malqanasıga çengilge talqalap buzup bir atam Ramaliga aytçıdı. Men jaş boladığımda bir kiyiz, bir tar, bir jakondos kaldı deydi. Allah. Malımızı hem aydadı deydi. Koylarımızı aydap ketdi deydi. Juvaskana tegirmen üstü, üydün üstüge çeyin açtı deydi. Üydün üstüge çeyin açıp örgen deydi. Arjanda Moğolsak'ta ağıştan ak köynek kılıp, attın kardan putunu ötközüp, bəylep, jayda qatqa. Koluna qasa qılıp alып ketken eken. Isakbek, Moğolsak çoğatan dağı Kaşgarga soğda kılgan öttük, irik soğdeger bolgan bu kişi. Hani eldi jetekteşke şıktı, özge jarasha sözömöl, ilimdi, Arap, Fars tiliga, Xitay tiliga ötkür adam bolgan eken. Alan bu kişini dağı özge jarasha endi bir eldi jetekteşke jönдөмдүүлүгү var, şığı var, ondan keyin endi soğdeger olуп жүргөн, Xitayдын qayсы burçegin bolsun bilet. Bilgenden keyin bu kadar şu условия koyulgan eken da. Je jok bolup ketesin, hizmat kılasın. Degende men Moğolsak çoğantam makul bolgan eken. Makul bolgan. Makul bolup bu kişi dağı özge jarasha barıp malumatlardı alıp, NKV'daga bu yakka malumat jetkizip gelip, niyet oşonda hizmatlardı kılgan özge jarasha. Janibek Qazının askerlerini qaytarışta men Isak çoğantam öte çoğun rol oynagan. Janibek Qazının oң kol sol kolu Tayyarbek Jusupbek de ököö teң buna kulatıptan teyit bolat ököö. Teyitler bolgan. Oşo Moğolsak çoğantam bir ton karın böleleri bolgan. Ana. Moğolsakta bir yaktan şu nerse menen jönötüp barıp tur şu Janibek Qazının askerlerini qaytarış kerek degende Moğolsakты jönötüp Isak çoğantamda. Bu kişi barıp men mana Soyuzdan kuğun jep qaytıp geldim. Kulağa tartıldım. Mana türmeden kaçıp geldim dep turup koşulgan eken ol mujahidler içige. Barıp ondan keyin vaqt ötüp endi kança ay жүрgөн onu Allah bilet. Kança vaqt жүрgön.
Oşanda aytgan ekan, bir zag'ara nonni bir ay yedim degan ekan. Shu qiyinchilikda. Bir zag'ara nonni bir ay yedim. Bir jelga kirsam bir kampir arpani janchi bilan talqin qilib o'tirgan ekan. Ene kichkina ber desam, mana shuncha kichkina urtib berdi, shu shakardan ham shirin bo'lib o'tdi arpa un degan ekan. Bo'lsa cho'ntam aytgan so'z shu. Endi shunda boyaga Tayirbek Jusupbeklar boya Janibek Qozining o'ng qo'l so'l qo'llari bo'lganda. Bular anan keyin jetkizib mo'lsaq endi so'zim o'ldigi, ilm duyligi, qayerga qarab ketibmiz biz. Endi ilanjimiz yo'q, soyuz bosdi. Qayoqqa qochasan? O kapirdan bu kapirga keldik. Ona ko'ra bola chaqasiga borib tirikchilik qilaylik-da, deb qaytargan ekan. Shu usloyani tushib, shu Janibek Qozi olib kelgan bilan. Janibek Qozini olib kelgan keyin otilganda Janibek qizni otishib bergan. Soyuz shunday xiyonat qilganda. Rozi bo'lib Janibek Qozi mo'lsaqda sen chiqqinchisiga otqani qilganda Tayirbek bilan Jusupbek qarmab qolgan ekan. Qarmab o'zini o'ng qo'l so'l qo'l. Qarmab Janibek Qozini ham mo'yin sundirib olib kelgan ekan, Janibek Qozini ottirib berganda. Bu kafir shunchalik-da, Sovet kommunistlar shunchalik darajada jirkanch ishni qilgan, usloviyani tuzib, bo'tirib kelaver. Mana bo'ldi, so'z yo'q deb turib, kelganiga so'zda turgan emas-da. Janibek Qozi ham shuni emasda shahid qilishdi. Ana Tayirbek Jusupbeklar keyingacha yashagan ekan ular. Ana. Endi men mo'lsaq cho'ngataman, xuddi shunday bo'lib Xitoyda yurib, o'sha Qashqarning ichidagi bo'lgan o'qiyalarni Soyuzga tashib, yetkazib, zabr o'qiyasini aytib berib, Xitoydan bir gerbi kerak bo'lib qoldi. Xitoydan gerbi kerak bo'lib qoladi. O qog'ozga tushirgan gerb formasi zarur bo'lib qolgan Soyuzga. Shuni olib kelish kerak. Bo'lsa ham borib, u yerdan keyin bir oy yurgan ekanda, qanday qilib qani ilasham, qanday qilib olamiz. Yo'l izlagan. Birovni o'tinni jorgan, birovni ishini qilib bergan, shuni turgan keyin oblastnoy больницаga, o'g'ri o'tamli klinikaga, o'g'ri o'tamli ko'ringani kirgan ekanda. Ko'ringani kirganda, ana Xitoy tekshirib turib, sen hech qanday o'g'ri jering yo'q. Men hozir militsiya chaqiraman, politsiya chaqirib, polisga topshiramiz degandan keyin cho'ntagida nas tuyulgan dasarmol bo'lgan ekanda. Meni Soyuz shunday repressiya qilib, qiynab Soyuzdan qochib kelsam, sen de menga shu zulmni qilasizmi deb ko'zga surtib, jash chiqarib yilagan ekan. Majburiy yilab shotgan ekanda. Bo'p turmayli, ertaga kel deganda menga bir pechat urib, bir qo'l yozma qilib bermasang, ertaga qarovul meni kirgizib aytadi deb turib, shu ko'ndirgan ekan, Xitoy tilini ham o'qib bilgan ekan bu kishi. Ondan keyin propiska yozadi ekan u. Propiska yozib, u yerda Xitoydan gerbi bo'ladi ekan, propiskasida, blankasida. Yo'qa pechat turadi. Algini olib chiqib, ot javosining ichiga qo'shib jamot turib tuni bilan qochib o'tgan ekan. Bayog'i tariqqa qayrilib turgan bo'lsak, bayog'i Alixantar Sog'ini bu yerga qaytarib oladi, Turkistonskiy voyn okrug armiyasini qaytaradi. O'rtada bayog'i chiqish Turkiston musulmonlari jergilikda qoladi. Qolgandan keyin mavzudan biylikka o'tirib, netib, qo'lga Soyuzda o'rnatib, kommunistik partiya u yerda Xitoy kommunistik partiyasi o'rnatib qolgandan keyin biylikda qayrilib o'ziga yordam berib, bayaq xizmat qilgan musulmonlar seni Xitoyga o'g'ata turgan bo'lding bu. Xitoyga qo'l ko'tara turgan bo'ldi deb yezib bergan ekan. Shu kungacha endi yezuvda shular. Ana Qashqar chiqish Turkiston musulmonlar bugungi kunga shu kungacha endilikka shu yezuv ostida keldi. Shu kungacha so'g'ishadi, salg'ilashadi, o'qiladi, qiynaydi, repressiya qiladi, boshqa shu ulanib keladi. O'rus misol uchun bosib olib musulmonga hech qachon vafo qilgan emas. Vafo qiladi. Büt mülkni olib chiqib ketdi, boshqa bo'ldi, o'qildi, bo'qildi. Biz qul qilib ishladi, birovga qul bo'ldik. Xitoy misol uchun bosib olib vafo qiladi. Musulmondan chiqqan liderlarni mana yo'q qildi. Mana Alixantar Sog'ning ahvoli nima bo'ldi? Monib Isoqbekning ahvoli nima bo'ldi? Mana misol. Olib kelib ishlatishdi, oxiri kidat etishdi. Ana. Ha meni mo'lsaq cho'ng'atam yo'q deganda personali pensiyaga ham jetgan emas o kishi. Hech bir siyliq mamlakat tarafidan bir siyliqqa emaga chiqqan emas. Hech narsa bo'lgan emas-da. Ana. Ay endi ana shu Sharqiy Turkiston voyni o borib so'g'ishida. Endi shuni jeteklab turgan ustunni razvedka, onun ustidan jetekda ko'zim olgan mo'lsaq cho'ng'atam bo'lgan. Ular ish yurgizgan komandirlarning ustidan ko'zimölga olib, shularni boshqarib, shularning ustidan ko'zimölga olib, ko'zimöl chiqib yurgan ekan Soyuz. Mana birinin ustiga birini baylaganda, ana. Mana xizmat qilgan. Endi shu yerda daha bir ma'lumot aytadi-da. Musulmonlarning ko'p kech bilganda. Bir chekajarda bir uy bor ekan, o uyda shu mujohidlar qo'rqaydi ekan. Birovni kirgizmayotgan jaqinda. Xitoyda, boya Qashqarda. So'g'ish bo'lib qolgan yerda. O yerda kim borsa o'ta katta shayx bor ekan, birovni adabsizlik qilib borboqlab etkanda, birovni kirgizmaydi ekan. Oxiri o shayx qanday endi o mollarda bir avliyo bo'lsa, endi avliyalik maqomga yetgan odam bo'lsa kerak, uni bir karomatini ko'raylik deganda, borib poylab borsa, Maykachan Tursuchda bir o'ris shu yerda migratsiyalar bilan niyati boshqarib turadi ekanda.
Mana soğuzdu başkargan adam. Polun algır nemeler boldu mu aldı? Mana telegrafı yaptı, tüt etken nemeler. Bu toşondalar başkarıp ne etip durgan, oşa bir neme oturatmış. Orus. Musulmanlar manam der aldığında. Öttü köpçede musulmanlar düşünügü joktuğu, musulmanlardan sayası ansezmi tömendügü, musulmanlar jetekten jeteksiz jok bolgan eкен ahval mananda kunga düştü musulman. Mana. Afganistan'dagi bolgan okuyalar. Her bir yerlerde de misal için. Mana misal için İtalya, Libya'nı basıp alganda. Musulmanlar için lider bolup Umar Muhtar çıktı. O kişi özü mugallim bolgan, alim bolgan, hafiz bolgan, sufilik etiqatıda bolgan o kişi. Sufilik etiqat tarikatın qarmagan adam bolgan ekan. Aşıl tasavvuf ilmiga qattiq berilgan ekan o kişi. Biroq şu çıktı endi lider bolup. Biroq oşo meni bir qatar, oşo malda özünü alim qilib ko'rgazgan, özünü elge singishti olup ko'rgan kebirleri İtalya tarafı olup çıqqanda. Musulmanlar dey boldu, sabır qilib mo'ysunu jashagila deb turib, şo'ga ügütüp chiqqanlar ham bu. Musulman ilimdi, alim, yo'q shunday istedi qilishdi. Bugungi kunda misal uchun ahvolimiz mana shunday ahvolda. Xitoyda bo'lsin, O'rta Osiyoda bo'lsin, Kavkazda bo'lsin, Afg'onda bo'lsin, chet arab өлкөлөрдө bo'lsin. Daryo shundaylar. Haqni suylab, chindiqni aytib chiqqan olim baribir quvg'in qolinadi. Baribir qism qolinadi. Kishinga tushadi. Qamaladi, surgun bo'ladi. Har qanday bir holat boshqa ahvollar keladi. Şunun sözü söyleydi ki. Siyosatin so'zini suylab, siyosatin bo'pti degan qana tinch amon qoladi bu yerda. Bu siyosat shunday istayman. Bunlar boyamadan shunday narsalar so'ragan ekan adamlar, ha. Rahmat, Qaraka Aybay bizge men görөрmөндарыма жакшы маалыматтарды, мусулмандардын үстүнөн болгон хордуктар жөнүндө жакшы маалыматтарды бердиңиз. Ушуну менен урматтуу көрөрмөндар, берүүбүздүн биринчи бөлүгү бүттү деп туралы. Анткени биз бул Каракадан эмки берүүбүздө мойдун басмачы, тырнакчанын ичиндеги басмачы жөнүндө чоң маалымат алабыз деп турабыз. Анда эмесе кайрадан көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, ушул маалыматтарды башка бирөөнүн көрүп калышына салым кошуп, соопко шериктеш болуңуздар. Анда эмесе кайрадан көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар. Рахмат.